Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift2Cash kanali. Bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan Telegramda avtomatik mining qilib pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, sizlarga videoni o'tkazmasdan diqqat bilan ko'rishinglarni tavsiya etaman. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video obzorimizda yangi Telegramda mining qilib pul ishlab bo'ladigan bot. Bu botning nomi LUSDPC bot deb nomlanadi. Botga kirib start tugmasini bossak bizga xuddi shunaqa sapsheni jo'natadi. Start now tugmasini bosib biz mini appga start berishimiz mumkin. Keyin sizlarga aytib o'taman, bu saytda adminlar bilan oldin ham ishlaganmiz, oldingi loyihalari bizga yaxshi ishlab bergan. Lekin babu bu ham hype projekt qatoriga kiradi. Demak, proyektga kirishimiz bilan xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bu yerda loyiha haqida ma'lumot olishinglar mumkin. X tugmasini bossak bizga главный mining qilib bo'ladigan ekran ochiladi. Pastda sizlar har xil topshiriqlar bajarib, yana qo'shimcha daromad olishinglar mumkin. Ya'ni bu botda biz giglaydigan tokenni mining qilib boramiz. Bu yerda mana shartlarni bajarib, yana giglay tokenlarini biz olishimiz mumkin. Qanaqa qilib giglay USDT ga обмен qilib pul chiqarib olishni ham video davomida sizlarga ko'rsatib beraman. Bu yerda mana ko'rib turganingizda ежедневный nagrada bo'lim bor. Buning uchun registratsiya tugmasini bosib biz yana qo'shimcha tokenlarni olishimiz mumkin. Deletsiya zadacha, ya'ni ssilkani do'stimizga tarqatib, yana biz tokenlar ishlab olsak bo'ladi. Sledit iz kanal, ya'ni kanallarga tarqatib yana 20 ta token ishlab olsak bo'ladi. Bu yerda qolgan topshiriqlarni ham bajarib bemalol sizlar sarmoyasiz yana qo'shimcha tokenlarni ishlab olishinglar mumkin. Demak, yaqinda bunaqa loyihani ko'rsatib o'tgandim, lekin adminlari boshqa. Demak, pastda 5 ta bo'lim bor. Keyingi bo'limda tablitsa lider bo'limi. Bu bo'lim bizga kerak emas bo'lim desa ham bo'ladi. Bunda faqat eng ko'p tokenlari bor odamlarni ko'rib borishimiz mumkin. Keyingisi объявление bo'limi. Bu bo'lim orqali biz mining apparatlarini ko'rib borishimiz mumkin. Misol uchun mana startoviy paketda biz $15 ga sotsak bo'ladi va kunlik daromadimiz 750 gigl tokenini tashkil qiladi. 750 gigl tokeni dollarda $1,5 ga teng bo'ladi. Buning uchun kupit сейчас va yana bir marta kupit сейчас tugmasini bosib biz sotsak bo'ladi. Keyingisi $88 bo'ladi va bizga kuniga 5000 ta gigl tokenini avtomatik mining qilib beradi. Qolgan tariflari haqida ham, ya'ni mining apparatlari haqida ma'lumotlarni ko'rib borishinglar mumkin. Hammasi bizga 60 kun, 15 kun ishlab beradi. $15 ga bitta navsegda deb qo'ygan. Keyingisi ham navsegda, ya'ni har kuni bizga ishlab beradi. Keyingi bo'limi komanda bo'limi. Bu bo'limdan biz bu botga do'stlarimizni chaqirib yana plyus daromad olsak bo'ladi. 5 уровенli hamkorlik dasturi bor. Поделиться с друзьями yoki tepada kopirovat tugmasini bosib biz kopirovat qilib olishimiz mumkin o'zimizni hamkorlik silkamizni. Va oxirgisi miniya bo'limi. Bu bo'limda o'zingizlarning profilinglar haqida ma'lumot olsanglar bo'ladi. Bu yerda mana перезарядка bo'limi orqali har xil kriptovalyutalardan biz sarmoya kiritsak bo'ladi. Misol uchun BP20 ni ustiga bir marta bossak, xuddi shunaqa oyna ochiladi. BP20 adresini beradi. Mana shu bergan BP20 adresini biz kopirovat qilib olib, xuddi shu adresga pullarni o'tkazib keyin botga qaytib перезарядка завершена tugmasini bossak, 1 daqiqadan 3 daqiqagacha bizga kiritgan sarmoya profilimizga kelib tushadi. Keyin boyagidek объявление bo'limiga o'tib, kupit сейчас, yana bir marta kupit сейчас tugmasini bosib biz mining apparatlarini sotib olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizda men $15 sarmoya kiritdim. Mana shu startoviy paketini sotib oldim. Demak, sotib olganimizdan keyin biz sразу mo'y bo'limiga o'tishimiz kerak. Bu yerdan mana nachat mining tugmasini bosib miningga ishga tushirib qo'yishimiz kerak. Va har 24 soatda bu miningimiz to'xtaydi. Kirib biz o'zimizning gigl tokenlarimizni olib yana obratda qaytadan miningga ishga tushirib qo'yishimiz kerak. Har 24 soatda kirib turish esdan chiqmasin. Demak, yana miningga qaytadan ishga tushirganimizdan keyin bizning gigl tokenlarimiz balansimizga o'tadi. Bu yerda ko'rib turganinglardek 5-bo'lib gigl USDT bo'limi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosib biz gigl tokenini USDT ga обмен qilsak bo'ladi. Tepadan summani olishimiz kerak yoki все tugmasini bossak, ko'rib turganinglardek 750 ta gigl tokeni $1,5 bo'ladi. Bu yerdan подтверждать tugmasini ustiga bir marta bosamiz, bizga выкуп успешный degan yozuv chiqardi va bizani gigl tokenlarimiz USDT ga обмен bo'ldi. Endi biz bu pullarni bemalol yechib olsak bo'ladi. Hozir sizlarga pul yechishim ko'rsatib o'taman. Pastda yana sayt haqida, ya'ni o'zingizlarning profilinglarni настройка qilsanglar bo'ladi. Pul yechadigan parol, har xil ssilkalarni olsanglar bo'ladi va поддержка bilan bog'lanishinglar mumkin. O'zingizlarning istoriyalarni ham ko'rib borsanglar bo'ladi. Hozir sizlarga sразу pul yechib ham ko'rsataman. Pul yechish uchun bu yerdan aktivat tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Birinchi bo'lib pul yechadigan parol yozib olamiz. Mana parol yozib oldik. Подтверждать tugmasini ustiga bir marta bossak, bizga ko'rib turganinglardek parolimiz установка bo'ldi. Endi pul yechish uchun har doim shu parolni yozishimiz kerak. Demak, biz Tronga, BP20 ga va BNB ga pullarni yechishimiz mumkin. Biz BP20 ga pullarni yechamiz. $1,5 bor. Hozir biz parolni saqlanib qildik. Pul yechish uchun biz birinchi qatordan BP20 adresimizni yozib qoldiramiz. Ikkinchi qatordan summani yozamiz. Xohlasanglar все tugmasini bossanglar ham bo'ladi. Minimal pul yechish $1,5 dan boshlanadi. Demak, uchinchi qatordan hozir установка qilgan parolimizni yozamiz.
Mana yozib bo'lganimizdan keyin bu yoqdan поддержать tugmasini ustiga bir marta bossak, bizga hech qanaqa komissiyalar yo'q ekan. Demak, ko'rib turganingizda успешное снятие средств degan yozuv chiqadi va bizga hech qanday pullar balansimizdan chiqib ketdi. Bilasizlar, bunaqa loyihalar uzog'i 1-2 daqiqada bizani hamyonlarimizga pullarni tushirib beradi. Pullar kelib tushishi bilan skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Ko'rib turganingizdek, loyiha yangi va hozirda to'lov jarayonida. Aytib o'tganimdek, agar bunaqa loyihaga kirmoqchi bo'lsanglar, riskka amal qilgan holda kirishinglarni tavsiya etaman. Agar bu bot sizlarga ham qiziq bo'lsa, bu bot silkasi bizani Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga qanaqa qilib o'tish kerakligini skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Xuddi shu tariqa o'tib, bu bot silkasini olib, sizlar ham ishlashinglar mumkin agar bot yoqqan bo'lsa. Demak, xohlasanglar kirib pul ishlaylar, xohlamasanglar yo'q. Buni hammasi o'zingizlarga bog'liq. Agar shunaqa loyihalar qiziq bo'lsa, bizani YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa sarmoyali va sarmoyasiz ishonchli loyihalarni tez-tez video obzor qilib chiqarib turamiz. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlavorasizlar deb umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.